Bitta ish qo'lingdan kelmaydi, bitta ish. 30 ga kirib nimani qo'yiladi? Ha siz 50 ga kirib nima qo'yasiz? Gap qaytarmas tortib yuboraman o'zi. Tortib yuboraman, yo'rasiz. Egovlaverasiz meni egov. Qani? Arslon o'g'lim. Faxrlanaman sendek o'g'lim borligidan. Sen meni faxrimsan o'g'lim. Dada siz meni barakamsiz. Barakamiz butun siz borsiz. Kulib tursiz bo'ldi dada. Dunyoni ostini suv qo'yaraman hali. Rahmat bolam. Kel Sadir. Assalomu alaykum Sadir aka. Ota bolam mehrini qara. Kel Sadir. Yaxshimisan? Rapotiyam berib tur. Ha biz o'g'ilcha ish qilyapti-ku. Ha mayli o'g'lim. Quyosh isib ketdi, uyga kirib damingni olib sig'ib o'tib qolmasin jonim bolam. Dada, quyosh menga rahna sola olmaydi. Chunki yuribman qaddim keri dadamning soyasida. Rahmat o'g'lim, rahmat. Hozir olib chiqib beraman. Tarbiyani qara. Dada tinchlikmi? Qanini bolasini qara, otasiga qanaqa mehribonligini, hech qo'shni bolasiga o'xshamading. Dada siz ularga ishonavermang, bir-biriga soxta mulozamat qiladi. Aslida ular bir-biri bilan har ko'rishadi. Ishonmaysan? Yur. 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 Qara. Bo'ldi qiling dada, choptata. Urmas jonim yegulim. Men jonim yetirdi. Arslon o'g'il. Otangni kechir seni xafa qilib. Mana shu qo'limni chopib tashlayman. Yo'q dada, unaqa qilmang. Undan ko'ra urib tishlarimni to'kib tashlang, terik kelib sizga marjon qilib beray dada. Rahmat bolam. Ko'rdingmi? Tishidan marjon qilaman deyapti. Sen bo'lsa bitta pivo ochib bersam chimsinadi deysan. Sen qo'shni bolasiga o'xshamading. Bilaman, hamma qo'shni bolalar mendan zo'r.